Assalomu alaykum. Hammaga xayrli obed. Istanbulda havo ajoyib qor. Uyimizda потайной ход parashyutdan bir chiqib, toza havoni nafas olaman desam, sovuq ekan. Shunda qordimda chizib qo'ydimda, keyin yugurib uyga yana kirib ketdim. Sovuq. Bugun bir uborka taymim boshlaydi deb kuxniyaga borsam, hamma yoq rasuvo. Singlimga non pishirib qo'y degandim. Kechasi bilan non pishirib hamma yog'ini titib tashabdi. Idishlarni ham qoldirib ketibdi, yuvmabdi. Yosh bolaga ish buyur, orqasidan o'zing yugur degani shuda. Mayli dedimda, choyimni ichib oldim, kashamni yeb oldim. Shu joyda fokus qilgim kelib, voy desam, hamma yoq toza bo'lib yig'ishtirilib qoladimikin desam, chuchvarani ham sanabman. O'z uyda eshitmay ish qilmasang kerak, faqat yotasan, boshqa qiladigan ishing yo'q deydiganlarga. Garri Potterni ko'rganmisizlar? Uezli xonadoni bor-ku. O'shani xonadonidagini ko'rganmisizlar, qanaqa yashaydi? Mana shu uyda yashaydi deb o'ylashadi shekilli deymanda. Ha, mayli deb. O'z uyda singlim ikkalamiz yashaymiz. Ko'pchilik hattoki o'zim onam aytadi, senga yengil bo'ldi, yarim ishingni sening ko'tardi, ishlaringni qilaversa kerak qiladigan ishing ham yo'q, zerikib ketmaysanmi deydilar. Hayron qolaman-da, nimaga shunaqa deyisharkin? Men o'zi tabiatan umuman insonlarga ish buyura olmaydigan odamman-da. Hattoki bitta piyola non beraman demayman-da. Shunga men g'alati bo'lib ketaman, kimgadir ish buyursam, yuragim siqilib ketadi. Bu yurgan holatimda hamchi qarab tura olmayman-da, sekin ish qilsa. Tezda o'zim qilib tashlayman keyin. Ovqatni, nonni nima bo'lsa ham uborkami qarab o'tirmayman. Charchab ketmasam agar oxirida majbur bo'lganimda ko'rib qolsam, ko'zga ko'rinib qolsa, iltimos mana shuni qilib qo'y deyman. Xullas nima demoqchiman? Yo'q, hamma ish o'zim qilaman. 2 oy oldin o'qishga ham qatnardim. Haftada 5 kun, 4 kun o'qishga qatnab, kunni bo'yi kunim ko'chada o'tgani bilan kechga kelib uyim iloji boricha toza tutib harakat qilardim, lekin 2 qat bo'lgandan beri o'qishim uzoqlik qilib bora olmayapman. Chunki o'qishda 5 soat o'tirish kerak. Hozir o'tiradigan holat bo'lmaganligi uchun 2 oy, 3 oydan beri uyda o'tirib qoldim. To'g'risi rosa zerikdim. Shunga men ham bloger bo'laman deb qiziqdim-da. Bitta-ikkita video olganimdan keyin bu oshdan ish emas ekan. Uzoq videoni kalta qilib iloji boricha uni YouTube'ga joylab, montaj qilib, ko'rinib qolgan joylarimni kesib, yuzimni bekitib, rakursni to'g'rilab, to'g'risi oldin biror marta videoga olib uborka qilmaganman. Menimcha hamma ham o'ziga udobniy bo'lib, udobniy kiyinib olib, tez-tez uyda ishni qilsa kerak. Shunisi menga noqulay bo'ldi, chunki video olayotganimda baribir kiyimim ham to'g'ri kelishi kerak-da. Keyin rakurslarni doim to'g'rilash kerak. Ba'zi payt esimdan chiqib qoladi-da. Ishimni qilib qo'ygan bo'laman yoki videoni bosmagan bo'laman, o'chib qolgan bo'ladi. Bunaqa holatlar ko'p bo'ldi, chunki noldan boshlaganman. Oldin biror marta video olib, o'zim ham bunaqa ko'p rasmga tushib, videoga olib beradigan odam emasman-da. Galereyamda ham bunaqa ko'p video yoki o'zimga tushgan rasmlarim ko'p emas-da. Shunga ba'zi payti telefonimni zaryadi yo'q bo'lib qolyapti. Ishim oxiriga kelganda. O'zi bugun ham shunday bo'ldi. Hali videoni oxirida ko'rasizlar. Uyimning uborkasini hammasini ham ololmaganman. Telefonimni zaryadi tugab qoldi-da, zaryadga qo'yib, keyin ikkita xona spalni bilan singlim spalnisi qolib ketdi. Pilisos qilinmay, pollar artilmay shunda. Keyin singlim chiqib qoldi. Opa qo'y, men o'zim qilaman deb qo'limdan ishimni oldi-da. Telefonim zaryad to'lib, chiqsam qarasam hamma yoq toza ekanda, keyin postlisini olib qo'yganman. Uborka qo'yganimdan keyin tomosha qilib o'tirishni ham yaxshi ko'raman. Shunaqangi o'zimga yoqib ketadi, приятный bo'ladi. O'z obedda uyg'ongan edim, ishlarim qilib bo'lgunimcha kecham tushdi. Havo ajoyib zo'r. Kechangi qilgan kolbasamni degustatsiya qilishni boshladim. Kolbasa bo'yicha nima demoqchiman? Elik. Mazasi pashtetga o'xshab qolgan. Bilmadim, balki gruzinkadan tayyorlaganligim uchunmi, menimcha, yoki byodradan qilish kerakmidi. Kelgan jelatinim, tabiiy jelatin, halol jelatinligi uchun uncha kuchli emasdi. O'shanga 2ta solish kerak edi shekilli, men bitta solganman.
ana tabiiy ana halolmas jelatinlar zo'r qotiraveradi. Bir dona paketni solsangiz ham, lekin men tabiiy jelatin qo'shuvdim. Uncha yaxshi qotirmagan, shunga yesa bo'ladi, chidasa bo'ladi. Menga yoqimli ishtaha, sizlarga esa ko'rishguncha.